Assalomu alaykum yaqin do'stlarim. Bugun iftorlikka bordik, bir yaqin akamiz iftorlik qildi, shu yerga bordik. Iftorlikda o'tirganimizda bir domla kirib keldi. Shu yerda endi domla chaqirishgan ekan, va haligi domla fayzli, ko'rkam, bir chiroyli inson ekan. Yonimda o'tirgan bir insonga, aka domlaning ilmi kuchli ekan, ko'rinishi ham salobatli, chiroyli odam ekan desam, domlani ko'rinishi, chiroyliligi bu ilmidan emas uka. Ehsonlarda davron to'rida o'tiradi, ili oshlar yeydi, pista bodomlar chaqadi. Shulardan bu deydi. Bo'pti deb indamay o'tirdimda, ehson o'tgandan keyin tashqariga ko'chaga chiqqanimizda akani chaqirib, aka hali shunaqa dedingiz, shu gaplaringiz to'g'ri deb o'ylaysizmi desam, to'g'ri deydi. U gaplaringiz noto'g'ri aka dedim. Desam, nima gapga deydi. Domlalarda birinchi o'rindagi chiroyli bo'lishligiga sabab aka bu 5 mahal namoz o'qib tahorat oladi bular. Pokiza, pok yuradi. Ilmli aka, Allohning kalomini siz bilan bizga o'xshagan shu no'noq insonlarga yetkazadi, savodsiz insonlarga. Mana shuning uchun aka dedim. Keyin dedim, 5 vaqt namoz o'qib joy namoz ustida qilayotgan harakatlari sport tomonlama shuni tekshirishganda inson organizmiga eng benziyon, eng foydali usullarligi isbotlangan. Mana shuning uchun bular chiroyli yuradi aka desam, hayron qarayapti menga. Ishonmaysiz aka, siz ham pista bodom chaqib, davron to'rida o'tirib yurib, dedi bir oshmosh yurib ko'ring. Desam, nima bo'ladi uka deydi. Oxiri o'lasiz dedi. Birinchi oshqozoningiz yog'laydi, xolesterin, ikkinchi jigaringiz, o'pkangiz, yuragi, shu bilan insult bo'lasiz yo boshqa bo'lib o'lasiz aka dedi. Namoz o'qiysizmi desam, yo'q deydi. Insonni qaddi qomatini chiroyli qiladigan, ko'rinishiga ko'rinish qo'shib bir sifatli qiladigan, farishtalik qiladigan asli insonni namoz bo'ladi. Ustoz aytgandek, pista bodom oshlar insonni hech qachon chiroyli qilmaydi. Semiz qilsa qiladiki, lekin hech qachon chiroyli qilmaydi aka desam, menga hayron bo'lib qarab qoldi. Mana shunaqa bir insonlarga bo'lsa yetkazib qo'yasizlar, hali domlalar ehson yurib chiroyli bo'lib ketgan, pista bodom chaqadi, ili osh yeydi deydiganlar bor ekanda, men unaqa hech eshitmagan edim, endi eshitdim. Bularni chiroyli bo'lib yurishligiga sabab Allohning kalomini siz bilan bizga o'xshagan insonlarga yetkazadi. Shularda tanajoni sog' bo'lsin, domlalar hammasi Allohning panohida bo'lsin. Bularning hammasiga mehr muhabbatimiz baland. Bularning hammasini yaxshi ko'raman bularni. Siz bilan biz bilmagan hadislarni yetkazib to'g'ri yo'lga solib qo'yapti. Bular bo'lmasa hayot ancha o'zgarib ketadi. Domlalarimizni salobatligi, chiroyliligi, farishtalik, fayzligi bu ovqatdan, pista bodom, ehsondan emas. Ular hammasi 5 mahal namozni 5 mahal tahorat qilib, namozda amallarini joy namoz ustida bajarib, tanasiga beziyon bo'lgan eng yaxshi mashqlarni bajarganidan bular. Joninglar sog' bo'lsin, e'tibor uchun rahmat. Shunaqa domlalar haqida har xil gap gapirayotgan insonlarga yetkazib qo'yasizlar. E'tibor uchun rahmat. Ro'za Ramazonda ro'za tutib yurgan musulmonlarga ro'za qulluq bo'lsin, sababi har safar aytaman, musulmon insonga ro'za tutishlik yarashadi. Joninglar sog' bo'lsin, e'tibor uchun rahmat.